Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumaniga Oydinbuloq qishlog'iga olib kelib uстановka qilib berdik. Bu darvozamizni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamizni eni 4 metr, bo'yi 3 metr, 370 bo'ldi. Tarafpason darvozamiz o'zgacha stilda tayyor qilib berdik. O'ta ideal holatda chiqdi. Chetlari 8-8, 2,5 stenkada bo'ldi. Qalinligi 2 listda tayyorladik. 2 qavatli двойной darvoza. Mana hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar. O'zgacha stilda chiqdi. Xudo xolasa mana zamoklari ham o'ta ideal holatda chiqdi. Zamoklari ham o'zgacha stilda tayyorladik. Mana holatlari o'ta ideal holatda. Hurmatli yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol telefonga qilaverasizlar, aloqaga chiqasizlar. Islom Usta doim xizmatlaringizda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.